Diqqat, shoshilinch tezkor xabar. 8-mart kuni hokimiyat tomonidan onaxonga berilgan sovg'alar noma'lum shaxs tomonidan qaytarib olingani uchun Toshkent shahar va tuman hokimlari onaxondan kechirim so'rashdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizda yangi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'lib, video ostiga bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llab-quvvatlasin. Diqqat qiling. 8-mart kuni ijtimoiy tarmoqlarda onaxonga berilgan sovg'a olib qo'yilgani va u ayolni o'g'riga chiqargani haqidagi video keng muhokamalarga sabab bo'ldi va bu holat jamoatchilikni va hokimiyatni keskin e'tiroziga sabab bo'ldi. Mazkur achinarli holatdan keyin Toshkent shahar hokimi o'rinbosari, Yashnobod tuman hokimi va bir nechta vakillar onaxonni ziyorat qilib, bo'lgan noxush holat uchun uzr so'rashdi va sovg'alar berib onaxonni duosini olishdi. Onaxonni qo'lidan sovg'alarni tortib qo'yilgani yuzasidan xizmat tekshiruvi tayinlandi. Onaxonni qo'lidan sovg'alarni olib qo'ygan shaxsga nisbatan tegishli choralar ko'riladi deyilgan Yashnobod tuman hokimiyatining rasmiy saytida.